O'zbekiston pensionerlariga xushxabar. 1 apreldan boshlab barcha ogoh bo'lsin. O'zbek pensionerlariga ajoyib xushxabarlar hozirgina tarqaldi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekistonda va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq kanalimizga obuna bo'lib, like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosganlar video oxirida 15 ming so'm egasi bo'lasiz. Diqqat, xushxabar. O'zbekistonda endi ayollar ham, erkaklar ham 2 yil oldin pensiyaga chiqishlari mumkin bo'ldi. Endilikda ish joyidan ayrilsangiz yoki shtat qisqartirilgan bo'lsa yoki korxonangiz yopilib ketgan bo'lsa, belgilangan muddatdan 2 yil oldin pensiyaga chiqish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Yangi qoidalarni 2026-yil 1-iyundan boshlab joriy etish rejalashtirilgan. Ekspertlarning ta'kidlashicha, bu to'lovlar davri sezilarli darajada oshiriladi. Ayniqsa ayollar uchun katta yengilliklar bo'ladi. Bu xabarni albatta yaqinlaringizga ham yuboring. Mahalla va qarindoshlar guruhlariga ham tashlab qo'ying. Diqqat qiling, pensiyaga tayyorgarlik qanday amalga oshiriladi? Pensiya jamg'armasi bo'lajak pensionerlarga tavsiyalar berdi. Menga qancha pensiya chiqadi yoki bo'lajak pensionerlarga tavsiyalar. Pensiya yoshiga yetib, ko'p yillik mehnat samarasini ko'rish, keksalik gashtini surish barchaning hayotidagi maqsadi hisoblanadi. Bunda albatta keksa yoshdagi daromad manbai pensiya muhim o'rin tutadi. Shu sababli barcha yoshlik paytida o'zining kelgusidagi pensiyasi haqida qayg'urishi, bu davrdan oldindan tayyorgarlik ko'rishi lozim. Ko'pchilik pensiya yoshiga yaqin qolganida pensiya haqida o'ylashni boshlaydi. Endi menga qancha pensiya chiqar ekan, yuqori miqdorda pensiya olarmikanman kabi savollar uni qamrab oladi. Pensiya tayinlanganidan so'ng esa ko'pchilik fuqarolarda nega menga kam pensiya chiqdi, nega kam pensiya tayinlandi, meni hisobim bo'yicha ko'proq pensiya olishim kerak edi kabi savollar tug'iladi. Mana shunday savollar fuqarolarda bo'lmasligi, yuqori miqdorda pensiyaga chiqish uchun pensiya yoshiga yaqin qolgan fuqarolar, shuningdek yoshlarga quyidagi tavsiyalar berildi. Kimga pensiya tayinlanadi? Yoshga doir to'liq pensiya yoshi uchun erkaklar 60 yoshga to'lganida 25 yil ish staji, ayollar esa 55 yoshda 20 yil ish stajiga ega bo'lganda tayinlanadi. Ushbu talab etiladigan nisbatan kamroq, ya'ni kamida 7 yil ish stajiga ega bo'lganlarga to'liqsiz pensiya tayinlanadi, ya'ni pensiya kamroq hisoblanadi. Endi esa pensiyaga tayyorgarlik qanday amalga oshiriladi? Pensiya fuqaroning rasmiy ishlagan davri va soliq to'lagan ish haqqi daromadi inobatga olinadi. Ya'ni fuqaro rasmiy ishlab, rasmiy daromad olgan sari yilma-yil pensiyaga huquqi shakllanib boradi. Endi pensiyani yuqori darajada olish uchun birinchidan mehnat faoliyatingiz rasmiy shaklda ekanligiga ishonchingizni hosil qiling. Ish staji yozib borilayotganligiga ishonch hosil qiling. Buni o'zingiz mustaqil ravishda my.gov.uz portali orqali tekshirib borishingiz mumkin. Ikkinchi, raqamlashtirish davrida yashayotganimizni hisobga olib, o'z ish beruvchingizdan ish stajingiz to'liqligi ma'lumotlarini raqamlashtirishini talab qiling. Uchinchidan, tashkilotingiz tomonidan sizga rasmiy shaklda ish haqqi to'lanayotganligiga e'tibor bering. Bunda sizga hisoblangan ish haqqi haqiqatan qo'lingizga oladigan ish haqqingiz, ushlab qolinayotgan daromad solig'ingiz, jamg'arib borayotgan pensiya uchun to'lanayotganligi, ya'ni mablag' va boshqa doimiy ravishdan tekshirib boring. Qo'shimcha ma'lumotlar agar sizga kerak bo'lsa, pensiyaga oid har qanday masalalar bo'yicha pensiya jamg'armasining 1271 kal markazi orqali savollaringizga javoblarni olishingiz mumkin, deyilgan ma'lumotda.